kirish va o'rnatish xizmati mutlaqo bepul. Kerakli ma'lumotlarni ushbu raqamlardan olishingiz mumkin. AQSh Iordaniyadagi harbiy bazasi o'qqa tutilganiga javoban Eronga ballistik raketalar uchirdi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi CENTCOMga tayanib BBC xabar berdi. AQSh zarbalarining so'nggi to'lqini 28-iyul soat 20:00 da boshlanib, taxminan 1 soat davom etgan. CENTCOM buni Eronning Yaqin Sharqdagi AQSh kuchlariga uyushtirgan hujumlarga kuchli javob deb atadi. Eron davlat axborot agentligiga ko'ra, neft sanoati uchun muhim hisoblangan Qeshim va Abadan orollari zarbaga uchragan. Hujum oqibatida 3 kishi, jumladan 2 yoshli bola halok bo'lgan. Shuningdek, Eron janubi va g'arbidagi boshqa hududlar ham zarar ko'rgan. AQShning Qeshimning Chahtangu mahallasidagi turar joy binosiga uyushtirgan hujum oqibatida bir oilaning 3 a'zosi, ota-ona va ularning 2 yoshli farzandi halok bo'ldi deb xabar berdi Fars agentligi. AQSh-Eron mojarosi bir necha kunlik nisbiy tinchlikdan so'ng yana alanga oldi. 24-iyul kuni Donald Trump diplomatik yechim izlanayotgani sababli Eronga zarbalarni to'xtatishni buyurgandi. Ammo 28-iyul kuni Eronning Iordaniyadagi bazaga hujum ortidan harbiy harakatlar qayta tiklandi. Trump Oq uyda jurnalistlar bilan suhbatda Iordaniyadagi bazaga qilingan hujumga javob qaytarishga va'da bergandi. Biz ularga juda qattiq zarba beramiz, chunki ularga zarba berish navbati bizga keldi degan edi u. Rossiyaning X-101 raketasi Polsha hududini o'yib yubordi. Rossiyaning X-101 raketasi Polsha havo hududiga kirdi. Mamlakatdagi qishloqlardan birida Varonka va noma'lum obyektning qismlari aniqlandi. Bu haqda Insider xabar berdi. Polsha harbiylari mamlakat havo hududida noma'lum obyekt kuzatilganini tasdiqlagan. Uni tutib olish uchun F-16 qiruvchi samolyoti havoga ko'tarilgan. Shu bilan birga Polsha tomoni ushbu obyekt Rossiya raketasi bo'lgan-bo'lmaganini hozircha aniqlagani yo'q. Polsha qurolli kuchlari operativ qo'mondonligiga ko'ra, g'arbda harakatlanayotgan obyekt soat 3:40 da aniqlangan. 6 daqiqadan so'ng u radar ekranlaridan g'oyib bo'lgan. Soat 5:00 dan keyin politsiya Tarnava koloniya va Takar qishloqlari o'rtasida diametri taxminan 10 metr bo'lgan chuqurlik va noma'lum obyektning sochilgan bo'laklarini topgan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Mahalliy aholining hayoti va mol-mulkiga xavf yo'q, dedi politsiya vakili Andrey Fiolik. Voqea haqida harbiy politsiya, ichki xavfsizlik agentligi, harbiy kontrrazvedka xizmati va Lyubin prokuraturasi xabardor qilingan. Atrofdagi aholi punktlarida yashovchilarning so'zlariga ko'ra, portlash kuchli bo'lgani sababli uylarning derazalari zirillab ketgan. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiganing aytishicha, Polsha chegarasini Ukrainaga qarshi hujumda ishtirok etgan Rossiyaning X-101 raketasi kesib o'tgan. Vazir buni NATO havo hududining navbatdagi buzilishi deb atadi. U shu sababli Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi hujumi boshlanganidan buyon uning dronlari bir necha bor NATOga a'zo davlatlarning hududiga buzib kirdi. 24-iyul kuni Ruminiyaning F-16 qiruvchi samolyoti ilk bor havo hududiga kirgan dronni urib tushirgandi. AQSh Eronga quruqlikdan bostirib kirmoqchi. AQSh prezidenti Donald Trump o'z harbiylarining ogohlantirishlariga qaramay Eronga qarshi quruqlikdan cheklangan hujum uyushtirish haqida buyruq berishi mumkin. Bu haqda Pokiston maxsus xizmatlari ma'lum qildi. Islomoboddagi xavfsizlik manbalariga ko'ra, ushbu xulosa hozirgi harbiy kuzatuvlarga asoslangan. Ekspertlar amerikalik harbiylarning Eronga bostirib kirishini juda xavfli deb hisoblamoqda. Chunki desant kuchlari raketa va dronlar hujumlariga duch kelish tayin. Shuningdek, mutaxassislar Eronni tabiiy qal'a deb atamoqda. Tog'lar va issiq cho'llar qo'shinlarning ilgarilashini juda qiyinlashtiradi. Noqulay hudud harbiylarni bostirib kirish haqida 2 marta o'ylab ko'rishga majbur qilish kerak, deyiladi AQSh Harbiy dengiz instituti tahlilida. Institut bunday sharoitda quruqlikdagi qo'shinlarning imkoniyatlarini imkonsiz deb baholamoqda. Texnikalar, jumladan tanklarning tez ishdan chiqishi ham qo'yilgan maqsadlarga erishishni qiyinlashtiradi. Raqamlar ham Eron rejimining ustunligini ko'rsatmoqda. Tehron ixtiyorida 610 ming nafar amaldagi harbiy va harbiylashtirilgan birikmalar hamda 350 ming nafar zaxiradagi askar bor. Quruqlikdagi operatsiya AQSh uchun oqibati noma'lum bo'lgan og'ir sinovga aylanishi mumkin. Buning ustiga Trump o'z xalqiga ushbu operatsiyani tushuntirib berish kerak bo'ladi.
Reuters o'tkazgan Ipsos so'rovnomasiga ko'ra, AQSh fuqarolarining bor yo'g'i 3/1 qismi harbiy operatsiyani qo'llab-quvvatlamoqda. Respondentlarning 69% Trump harbiy aralashuvdan ko'zlangan maqsadlarni yetarlicha aniq tushuntirib bermagan deb hisoblaydi. Manbalarning bildirishicha, Pokiston va Qatar Washington hamda Tehron o'rtasida takliflarni yetkazishda yana vositachilik qilmoqda. Biroq Eron vaqtincha emas, doimiy otash-kesim tuzilishini talab qilmoqda. Shuningdek, Eron harbiylari AQShni quruqlikdagi hujumlardan ogohlantirdi. Tehron bunday operatsiyaga to'liq tayyor ekanini bildirdi. O'zbekistonda bankdagi omonatdan olingan daromad soliqqa tortilishi mumkin. O'zbekistonda jismoniy shaxslarning bank omonatlaridan olingan daromadlarini soliqqa tortish taklif qilindi. Bu haqda 30-iyul kuni Fiksal tahlillar institutida o'tkazgan soliq siyosatiga oid muloqotda so'z bordi, deya xabar berdi Daryo muxbiri. Ta'kidlanishicha, institut soliq tizimini takomillashtirish bo'yicha qator takliflar ishlab chiqqan. Xususan, mamlakatda mavjud passiv daromadlardan faqatgina bank omonatlaridan olingan foyda soliqqa tortilmaydi. Endi esa mazkur turdagi daromadlarni dividend solig'i stavkasida, ya'ni 5% soliqqa tortish taklif etilmoqda. Institut mutaxassislari bu borada xalqaro tajriba o'rganilgani va hisob-kitoblar amalga oshirilganini qayd etdi. Misol keltirilishicha, Qozog'iston, Ozarbayjon, Hindistonda bank omonatlaridan olingan daromaddan 10% dan, Germaniyada 26,4%, Indoneziyada esa 20% soliq undiriladi. 2026-yil 1-may holatiga ko'ra, O'zbekistondagi banklarda jismoniy shaxslarning 170 trillion so'm omonatlari mavjud. Institut vakillari omonatlar o'rtacha foiz stavkasi 16% bo'lib, shuning 5% soliqqa tortilsa, davlat byudjetiga 1,4 trillion so'm qo'shimcha daromad kelishini bildirdi. Muloqotda mazkur taklif institutga tegishli ekani, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi yoki boshqa vakolatli organning pozitsiyasi emasligi aytildi. Institutning vazifasi takliflar ishlab chiqish va e'lon qilish ekani ta'kidlandi. Takliflar qay darajada qabul qilinib amalga joriy etilishi vakolatli organlarga bog'liqligi tushuntirildi. Ukraina sobiq mudofaa vaziri Mixail Fyodorov iste'foga sabab bo'lgan muammo aslida nima bo'lganini tushuntirdi. U bu